Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Biz yana bir fayzli xonadonimizga tashrif buyurdik do'stlar. Ushbu fayzli xonadonimizning asosiy devorlariga, sokol qismlariga gibki kamellarimizni yopishtiramiz. Bizdan uzoqlashmaysizlar do'stlar. Ushbu xonadonimizning manziliga kelsak, Toshkent viloyati Olmaliq tumanida joylashgan. Toshkent viloyati Olmaliq tumanida bizning videolarimizni muntazam kuzatib, qo'llab-quvvatlab kelib turgan do'stlarimiz o'zlaring kelib живой ko'rishlari mumkin do'stlar. Gibki kamellarimizni yopishtirish jarayonlarini do'stlar. Ushbu xonadonimizning asosiy devori, sokol qismi, eshik, derazadan tashqari 322 kvadrat chiqdi do'stlar. 95 ming so'mdan usta haqqicha dogovor qildik. 95 ming ichiga nimalar kiradi deganda do'stlar, qisqacha tanishtirib o'taman. Gibki kamellarimiz maxsus klegi, maxsus laki va dastavkasi ichida. Usta xizmatlariga do'stlar, asosiy devorda tekislash, sokol qismini qayta ta'mirlash, gibki kamera yopishtirish va lak sepish, uy egalariga topshirish xizmatlariga kiradi. Do'stlar, gibki kaminga qiziquvchilar ekrandagi chiqib turgan raqamlarga murojaat qilishlari mumkin. Biz hozirda O'zbekiston bo'ylab ish faoliyatimizni olib boryapmiz. Do'stlar, bizdan uzoqlashmanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz har doimgidek xizmatlaringdamiz.